Assalomu alaykum, hurmatli Sheriadam asr avtosalon mijozlari. Bugungi videomiz Tiggo 2 Pro shahar crossover haqida bo'ladi. Qisqacha va cho'tki ma'lumotlarni berib o'tamiz. Tiggo 2 Pro crossoverimiz zavod narxi 214.900 ming so'm, bizdan avtosalonda esa 189.900, ya'ni 25 ming chegirma asosida turibdi Ramazon oyi uchun. Xo'sh, avtomashinamizning faralariga kelib o'tsak, LED optika bo'ladi, sariq chiroq emas. Motor bir turbina 103 ta o't kuchiga ega, 102 ta o't kuchiga ega, 3 ta porsheli bo'ladi. Motorimiz polnoz sherlan motori, немецкий bo'lyapti. Diskalarning razmeri 17 razmerda bo'ladi. ABS tormozlar hammasi qo'yilgan. Rangi oq, qora, seri, mana bunaqa neobычный ranglardan bor, hamma jemchug rangda bo'ladi. Avtosalonimiz, mashinamizning ichi multimedia rul, monitor, 100% ekokojadan ishlangan senalar bilan jihozlangan. Abagreslarimiz ikkita old senada, rulda va ikkita lavoyda, ikkita bakaminingda ham bor. Ya'ni qizitadi. Tepasida lyuklari bor. Barida ruchnik elektronli avtohollarimiz bor. Variator korobka asosida bo'ladi. Konditsioner, pechka hammasi mavjud. Off-road yo'llarda ham yursa bo'ladi. Off-road knopkalar ham bor. Mashinamizning orqasi ham 100% kojadan ishlangan. Bu deganiki, o'zi bitta rasxod, ya'ni chihol taqib turamiz mashinaga. Va zavodskiy o'zining spoileri ham bo'ladi mashinani. Va bagaj qismi. Bagaj ham anchagina katta sig'imga ega. Zapaskasi. Va zavodskiy o'zining zadniy kamerasi ham mavjud. Zadniy patroniklar qo'yilgan. Xo'sh, subkompakt mashinamiz. Takliflarimiz bu mashina bo'yicha, ya'ni sotib olish to'lov usullari, avtokredit bor, standartniy va ligotniy, рассрочкаlarimiz bor. 3 yil 4 yilgacha boshlang'ich to'lovlaringizga qarab chiqadi. Va trading xizmati ham bor. Biron o'zingizni haydab yurgan avtomashinangiz bo'lsa, sirazi alishtirib 2 Pro'ni chiqarib beramiz va 25 ming chegirma ro'za o'yichiga qo'yilgan. Nasib bo'lsa, shotki uslovlar bilan mashinani chiqarib beramiz. Mashinamizning o'zi kapotini tayini ikki bitta zavoddan qilib ko'ramiz, ya'ni o'zini eshitasizlar. Mana bu kapot. Nima tayi? Xo'sh, bir turbina motor, aytib o'tganimdek bo'lishiga 102 ta o't kuchi, 3 ta porsheli bo'ladi. 92, 95 yoki propan qo'shishlaringiz bo'ladi. Mashina benzin bilan shaharning ichida 5,5 ta rasxod qiladi, trassada esa 4 ta 4,5 ta rasxod qiladi. Xo'sh, mashinamiz garantiyalarga kelib o'tadigan bo'lsak, garantiyasi 5 yil yoki 150 ming kilometr, motor, elektronika va korobka kiradi. Mana mashinaning ichki qismi. Xo'sh, yana bitta zavod qilib ko'ramiz. Mashinani 50 metr uzoqlikgacha joydan yo'qsalarsiz ham bo'ladi. Shu mashinamizni chiroyli to'lov usullari bilan xarid qilib olishingiz mumkin. Ya'ni рассрочка, ligotniy avtokredit, oddiy avtokredit, ya'ni standartniy, trading xizmati bor, biron mashina bo'lsa alishtiramiz. Leasing xizmatimiz ham bor. Kredit so'rash o'rniga bo'lsa, farqi yo'q. U deganiki mashina olib bilaman emas. Sirada mashinani chiqarib beramiz через leasing. Adresimizga keladigan bo'lsak, adres Kogon Gafizga Emi restoran to'g'risida bo'ladi. Ish vaqtimiz ertalabki soat 9 dan kechki soat 8 gacha, 24 ga yetib biz ishda bo'lamiz. Yakshanba kuni ham ishda bo'lamiz. Sizlarni test drive'ga ham kutib qolamiz. 9 dan 6 gacha test drive xizmatlarimiz ham mavjud. Hammalaringizga rahmat. Agar mashina yoqqan bo'lsa, yo'q deb plus deb qo'ysalar, qisqacha mashina haqida
oylik to'lovlardan tashlab berishlari ham mumkin.